Faqat menda yana bitta sir bor. Anta kamera bor. Rozi bo'lasiz. Demak, siz orzu maqsadlaringiz 2 milliarddan ko'p ekanda. 2 milliard pulingiz bo'lganda qanaqa biznes boshladingiz? O'quv markazi sohasida dars beraman universitetda. Chiqib ketib turib o'zim o'quv markazini ochganman. Bilmasam, hozir men tibbiyotda o'qiyotganim uchun shifoxona ochib, har xil uskunalar, asboblar olib kelib chet elga. 2 milliard so'mmi? Aha. Bironta o'quv markazi ochardim ancha. Hozir o'qiyman degan bolalar ko'proq, o'qituvchilar ham hozir bo'limining opitniroq avvalgidan ko'ra. Hozir o'quv markazlari lekin ko'p-ku. Ulardan ajralish uchun nima qilgan bo'lasiz? Sistema boshqacha, chunki o'zi 7 yillarmi dars beraman. Har o'quv markazida dars berganman-da. Yig'ilgan tajriba bo'yicha menimcha ayni O'zbekiston aholisiga to'g'ri keladigan o'quv markazi ochganman. Hamma o'qituvchilarim chet el o'qituvchilari bo'lardi yoki aytaylik agar ingliz tili bo'yicha o'qitadigan o'qituvchi bo'layotgan bo'lsa, meni imенно o'quv markazimizda 8,5-9 oy bo'lardi. Mana shu kitob sizga yordam beradi. Bu kitob sizga 2 milliard so'm evaziga siz qanday biznes boshlagan bo'lardingiz? Yoshlar Ventures, sen yarat, biz qanot beramiz. G'oya bormi? Yoshlar Ventures saytiga ariza qoldiring va ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib borishni unutmang. Xayr.